Agar siz tiktak top yasmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan qanday qilishingiz kerak? Oldi bilan qilishga tegishli ishingiz tiktak top uchun bir qilib yasab chiqish. Chunki qilib bo'lmasa uni yasayolmaysiz. Yasamoqchi bo'lgan har qanday narsa uchun qilib bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, siz bir sun'iy gul yasamoqchi deb turayli. Buningdimi oldi bilan qilishga tegishli ishingiz yanada bir qilib yasab chiqishdir. Shunda qilgandala yasamoqchi bo'lgan gulni yasay olasiz. Endi nazarimizni tuproqqa og'dirib boqayli. O'xshash bir tuproq o'zida 500 ming xil o'simlikni o'stiralaydi. Har qanday yerga bir uruq yoki don terisangiz, u yerdan bir-biriga o'xshamaydigan o'simlik va daraxt unib chiqadi. Bu hodisaning faqat mundaq ikkili javobi bor. Birinchi, bu o'simliklarni, gul-chechaklarni va dal-daraxtlarni yaratgani Alloh taolodir. Uning ilmida har bir o'simlik va gul-chechakning o'ziga xos ilmiy va ma'naviy qilibi bor. Alloh taolo cheksiz ilmi bilan har bir o'simlik uchun o'xshamaydigan taxminiy qiliblarni oldin ola bekitib qo'ygan. Yana cheksiz qudrati bilan atomlarni va ilmitlarni mushu ma'naviy qiliblarga silib, o'zi xolagan maxluqni yaratadi. Bularning hammasi Allohning irodasi bilan bir damdala vujudga chiqadi. Ikkinchi, agar Allohning borlig'ini qabul qilmasak, buni ikki xil ehtimollikdan birini qabul qilishga majbur bo'lamiz. A. Tuproqning qitida uningdagi o'simliklarning sonidek ko'p moddiy qiliblar bor bo'lib, tuproq oshu moddiy qiliblardan foydalanib o'simliklarni yasab chiqadi. Chunki reallikda bir asar mavjud va bu asarning ro'yobga chiqishi uchun qilib bo'lishi kerak. Agar qilib bo'lmasa, bundoq ko'rkam o'simliklarning borliqqa kelishi mumkin emas. Sun'iy bir gulni yasash uchun moddiy qilibga ehtiyoj tushgan yerda bunchavala sanoqsiz gul, chechak va o'simliklarning qilibsiz yaratilishi albatta mumkin emas. Undaq bo'lgan ekan, tuproqdagi 500 ming xil o'simlikning 500 ming xil qilibi bor degan gap. Aql egalarining bu xil ehtimolligini, ya'ni bir tashtak to'pining ichida 500 ming xil qilibning borlig'ini qabul qilishi asla mumkin emas. Uning ustiga bu ish 500 ming xil qilibning bo'lishi bilan tugamaydi. Bu turlardan har bir donasining o'zgacha bir shakli bor. Hatto o'xshash tipdagi yaproq bilan gullarmi bir-biriga o'xshamaydi. Undaq bo'lgan ekan, bu tuproqda 500 ming xil moddiy qilibning borlig'ini qabul qilish bilan qolmay, yaratilgan barliq o'simliklarning sonichilik ko'p moddiy qiliblarning borlig'ini qabul qilishga to'g'ri keladi. Chunki hech qanday o'simlik yana biriga o'xshamaydi. Har biriga ayrim qilib ketadi. B. Agar tuproqning qitida bunchavala cheksiz qiliblarning borlig'ini qabul qilolmasak, albatta qabul qilolmaymiz. Undaqda tuproqda ma'naviy va ilmiy qiliblarning borlig'ini qabul qilishimiz kerak. Chunki shunchavala nafis bir asarni qilibsiz ijod qilg'ili bo'lmaydi. Agar uning moddiy qilibi yo'q desak, undaqda ilmiy va ma'naviy qilibi bor degan gap. Ya'ni ashu bir uchum tuproq barliq o'simliklarning tuzilishini, shakllarini, yaratilish qonuniyatlarini, ustidagi yaproqlarni, gul, chechaklarni va uningdagi boshqa nurg'un narsalarni bilishi, o'z qudrati bilan atomlarni mushu ilmiy qiliblarga to'kishi kerak. Bu mu faqat ashu bir uchum tuproqning Allohning ilmichilik ilmi, Allohning qudratichilik qudrati bo'lgandala mumkin bo'ladigan ish. Gapimizni xulosalasak, tuproqdan unib chiqqan shunchavala ko'p o'simliklar, gul, chechaklar va dal-daraxtlar xuddi qilibdan chiqqandek mukammal shaklda yaratilmoqda. Ko'z oldimizdagi bundoq favqulodda yaratilishni ko'rgandan keyin mundoq demay turolmaymiz. Bu o'simliklarni yaratgani Alloh taolodir. Allohning cheksiz ilmida har bir o'simlikka xos bir ma'naviy va ilmiy qilib bor. Atomlar Allohning qudrati bilan ashu qiliblarga to'kilib, o'simliklar shu asosda yaratiladi. Agar Allohning borlig'i inkor qilinsa, u chaqda ko'z oldimizdagi shunchavala ish harakatlarni tushuntirish uchun mundoq ikki xil ehtimollikdan birini qabul qilishga to'g'ri keladi. Birinchi,
Ya tuproqning qeytida har bir o'simlikning moddiy qiliplari bor. Tuproq ashu moddiy qiliplardan foydalanib o'simliklarni paydo qiladi. Bundaq bo'lganda bir tashtak tuproqning ichida yer yuzidagi butun o'simliklarning sonichilik moddiy qiliplarning borligini qabul qilmay bo'lmaydi. Ikkinchi, agar tuproqning moddiy qilipi bo'lmasa, ilmiy va ma'naviy qiliplari bo'lishi kerak. Yaratilgan har bir o'simlikning tuzilishini ilmi bilan bilishi, qudrati bilan zarrachilarni ashu ma'naviy qiliplarga to'kalishi kerak. Allohning cheksiz ilmini va qudratini qabul qilmay inkor qilganlar ajaba bir uchum tuproqda Allohning ilmichilik ilm va Allohning qudratichilik qudrat bor deyishdan xijil bo'lmamdi. Yoki bo'lmasa, ular ashu bir uchum tuproqda bütün o'simliklarning turlarining ayrim qiliplari borligini qabul qilamdi. Yoki ularning biz yuqorida sanab o'tgan tanlashlardan boshqa bir tanlashi bor bo'lib, ular shu orqali bizga shunchavala narsalarning operida qilinishiga qanoatlanarlik javob tepib bera olamdi. Yoki ular hammaga ko'z yumib tasaddibilik debli o'tib ketmoqchimi? Gap ana shundoq. Allohni inkor qilganingizda nimani qabul qilishga majbur bo'ladiganligingiz haqida o'ylanib beqing. Bu fikringizning naqadar xatoligini tonib yeting.